ikki sotuvga shunaqa chiroyli qilib proyekt tushirish qanchaga tushadi? Nima deb o'ylaysiz? Bitta hisob-kitob qilib kommentga o'zingizni fikringizni yozib qoldiring. Hovlisi ham katta. Bu tomonida yozgi oshxonalari qilingan, yonida sanuzel hamda o'zini zeleniy zonalari ham bor. Podvollari yaxlit, lokatsiyasi ham juda zo'r joyda joylashgan. Uyimizni ham ko'rib chiqamiz. Uyimizga kirishimiz shunaqa kenggina xoll bilan boshlanadi. Xonadonimizdagi elektrika ishlari 100% bitkazilgan. Bu xonadonimizning oshxonasi bo'ladi. Yonida katta mehmonxonasi ham joylashgan. Uyimizning podvoli yaxli. Yonida birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi hamda bitta yotoqxona joylashgan. Ikkinchi qavatda yana bitta xoll. Xollimiz orqali balkon qismiga ham o'tsanglar bo'ladi. Xonadonimizning umumiy maydoni 2 sotik, xonalarning soni 5 ta. Ikkinchi qavatida 3 ta xona, 2 ta sanuzel joylashgan. Siz bu xonadonimizning ichini qanaqa stilda ta'mirlagan bo'lardingiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Uyimiz Sergeli tumani Kia avtosalonining orqasida joylashgan. Narxini egalari bilan kelishsanglar bo'ladi. Lokatsiya Telegram kanalimizda.